Oyi, meni qo'rqitmang. Oyi. 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 Assalomu alaykum, volidam. Voy, dada, buvim artistlik qilyaptilar. Nomerlarni o'tkazmoqchilar. Alo. Dastavkangizni olib keldik. Aha, hozir chiqaman. Xo'p. Tinchlikmi? Bu yoqda qaynatam turibdi. Bergan pulini so'rab. Men ishlaymi yo senga vaqt ajrataymi? Nima qilay? Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Qani? Bir o'zing o'tiribsanmi hurpayib? Siz bilan shuncha yil yashab, nima ko'rdim deb o'ylab o'tiribman. Yana boshladingmi o'sha eski plastikani aylantirib? Men o'ylab shu qarorga keldim. Nima qaror ekan? Men ishlayman. 40 dan keyin kim oladi seni ishga? Na bir diploming bor, ha bir reja qo'yish kerak-da odam. Ha bir oddiy ishda arzimagan pulga ishlay olmaysan-ku. Buyruq bersa yoqmaydi. 2-3 kunda hamma bilan urushib, ishdan bo'shaysan. Hozir xotin-qizlarga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, tadbirkorlik. Tadbirkorlik qo'limdan keladi. Esingizda? Mana, yoki Instagramda blogerlar ko'p. O'z biznesingizni boshlaysiz deydi. Men ham bloger bo'lib olishim mumkin. Sen mana bu 3 oyda biznes boshlaysiz deganlarga ishonib o'tiribsanmi? Millionerga aylanasiz deganlarga sal o'ylagan ozmos. O'ylayapman. Men mana tayyor biznesni yurg'iza olmayapman-ku. Siz biznesingizni yurg'iza olmadingiz. Chunki nimaga? Qing'ir ko'chalarda yurdingiz. Har 3 yil yoki 5 yilda yangi tizimga o'tilmasa, har qanday biznes tugaydi. Hozir minusga qarab ketyapman. Bu ketishda keyingi oy maosh berishga ham qiynalib qolaman xodimlarimga. Keyin nima qilasiz? Mana bu uyni sotuvga qo'ysakmikan deb yuribman. Nima, 4-5 xonali domga ko'chsak, nima bo'pti? Mana shu inqirozdan chiqishim mumkindir balkim. Mayli. Bu uyni sotamiz. Nozimani ham mashinasini sotamiz. Har na deyman-da. Zulfiya, keldingmi? Ha, keldim. G'assolga aytdingizmi? Ha, aytdim. Hozir kelarkan. Sen o'zing qarab turgin. Xo'p. Xo'p, xavotir olmang. Voy tavba. Nodira. Bor, sen ham qarash. Bor. Xo'p. Onam. Meni dog'da qoldirib ketdingiz-ku, onam.
Mana bu yerda kafanlik va g'assolga beradigan pullar. Qani? Mana. Bu yerda erkaklarga beriladigan narsalar. Ammam bechora. Xuddi o'lishlarini bilgandek, sovundan tortib atirgacha tayyor qilib qo'ygan ekanlar. Voy. Pulam bor ekan. Bu Gorkov bilan g'assoli puli. Bularni olib qo'yishga ulgurmabsiz-da. Nodir oppa, g'assol keldi. Narsalarni so'rayapti. Mana, hammasi tayyor. Ma, olib kirib ber. Bularni ham. Yaxshilab usha. G'assolni oldiga kim kiradi? Men qayoqdan bilaman? Balki Sevar kirar. Sizchi? Men? Bilmadim. Men bunaqa narsalarni tushunmayman. Mayli, unda men o'zim kiraman. Tavba. O'zini xuddi shu uyni xo'jayinidek tutadi. Voy, Xudoyim. Oppa, bu sizga va'da bergan uyim. Darxondagi uychi? Hammasi shunaqa tez hal bo'ldimi? Ha? Bugun qo'l qo'yib berdilar. Lekin hech kim bilmasin, xo'p? Xo'p. Uyni sizni nomingizga rasmiylashtirdim, mashinani ham. Voy. Rostdanmi? Men tushunmadim. Nega siz o'zingizdan o'zingiz qizimga uy beryapsiz? Evaziga nima olmoqchisiz o'zi? Men oladiganimni olib bo'lganman. Qo'ying, o'zim tushuntirib beraman sizga. Bilaman, meni yoqtirmaysiz. Lekin men bergan va'damni ustidan chiqdim. Oyi, va nihoyat. Endi meni ham o'zimning uyim bor. Hali bu qilgan ishinglar burninglardan buloq bo'lmasa bo'lgan edi. Voy, Sodaboyni qanaqaligini bilmasanglar koshki edi. Bilasizlar-ku qanaqa u. Tunani teskari kiysa, bilasizlarmi nima bo'ladi? Xudo xohlasa, hech narsa bo'lmaydi. Voy, xolajon, xolajon. Hech narsa qilmaydi. Men bu yerda sobiq xotinimga hadya qildim deb yozdirganman. Hujjatga qo'l qo'yayotganda ikkita guvoh ham olib borganman. Notarius ham bor edi, yurist ham. Voy. Hammasi qonuniy, xavotir olmang. Voy tavba. Baraka toping. Unaqa bo'lsa mayli. Lekin yana bir muammo qoldi. Uni sal keyinroq hal qilamiz. Hozircha qarzimdan qutuldim. Mayli, endi men boray. Cholimdan xabar olishim kerak, xola. Voy, o'tiring.
choy poylarini berishim kerak. Sog' bo'linglar. Men sizni kuzatib qo'yaman. Tabriklayman, oppa. Rahmat. Voy tavba, bu xotin bizni aldamayaptimikin? Opa, Ha? sizni Rustam aka chaqiryapti. Hozir. O'zini ko'rsatib, hammani ichida o'tirib olganichi. Odamzodga gap ta'sir qilmas ekanda oxirigacha. Bas. Xavotir olmang, ammo men uni yaxshilab tuzlab qo'ydim. Ko'ramiz. Tuzlaganing ta'sir qilarmikin? Tinchlikmi? Meni so'ragan ekansan. Ha. Hamma narsani tayyor qilib qo'ydim. Aha. Endi ketsam bo'ladimi? Iye. Bu nima deganing? Chiqarishga qolmaysanmi? Meni bu yerdaligim ba'zi birovlarga yoqmayapti. Yaramaslar. Azada ham shunaqa gap qiladimi, ha? G'assol oldiga kim kirdi? Men? Nodira kirmadimi? Yo, ular qo'rqarkanlar. Mayli. Sen ketma, shu yerda bo'ptir. Shu yerda bo'ptir, men odamlarga qaray. Ke. Oy. Voy bolam, hech ishongim kelmayapti-da. Men qara, rostdan shu xotin senga uy berib ketdimi? Men qara, yaxshilab o'qigan, balkim aldagandir. Oyi, u aldamaydi. Mana Manzura Ortiqova deb yozilgan. Tavba, tavba. Ortiqova. Voy tavba, tavba. Voy tavba qildim. Hamma shu juvoniga mollaydi-ya. Nahotki senga yaxshilik qilgan bo'lsa, Xudoga shukr. Oyi, men boshqalarni bilmayman. Lekin menga yaxshilik qildi. Haqqimni olib berdi. xo'p. Sen unga nima berding? Shundoq olib bermagandir. Esingizda bo'lsa, brilliant ko'zli zirak o'zigim bor edi. Ana o'shani berdim. Undan keyin erim haqidagi ma'lumotlarni berdim.
shunga pichirlashib qolgan ekansizlarda, a? Rejamiz o'xshadi, oyi. Mendanda baxtli inson yo'q, ona. O'zimga sig'mayapman. Ertaga borib uyni ko'rib kelaman. Men ham boraman. O'zi o'sha uy bo'shmidi? Ha, hozircha bo'sh. Sanjar dadam uyni remont qilib qo'ydi degandi. Hech kim turmayapti deb aytgandi. Unda yaxshi. Menga qara, o'sha yerga ko'chib ketasanmi? Ko'chib ketaman. Bu yerda men keliningizni qoshqovoqga qarab o'tirmayman. Yetar. O'zim uchun yashayman. Tavba, ishongim kelmaydi. Nahotki o'sha satang senga yaxshilik qilgan bo'lsa, hech ishongim kelmayapti-da, bolam. Oyi, o'sha g'irt begona ayol jigarlarim qilmagan yaxshilikni menga qildi. Balkim. Balki siz ham men bilan birga ketarsiz. Yo'q, bolam, bu uyni tashlab keta olmayman. Dadang bilan shuncha yil yashadik bu yerda. Dadangning izlari bor bu yerda. Qolaversa, bu uyga meni qancha mehnatim singan, bolam. Bilaman, oyi. Bilaman. Mayli, Zulfiya opa, xafa bo'lmang. Rahmat. Alloh sabr bersin. Amin. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Alloh sabr bersin. Rahmat kelganingiz uchun. Zulfiya opa, bandalik. O'zingizni sog'ligingizni o'ylang. Bu uyda meni yonimga oladigan, tushunadigan, meni qo'llab-quvvatlaydigan yagona bir inson bor edi. U odam endi yo'q. Bu xonadonda endi men hech kimga kerak emasman. Bunaqa demang opa. Xolamni oxirgi manzillariga ham kuzatib oldik. Ha, farishtadek bo'lib ketdilar. Matlubaxon, meni bu uyda qiladigan ishim qolmadi. Men ham siz bilan birga chiqib ketaman. Zulfiya opa, hali bu uyga qaytib kelasiz. Aslida bu uyni bekasi sizsiz. Yo'q. Bu yerga kelishga haqqim yo'q. Bu uylar endi menga begona. Mayli opa. Ixtiyor o'zingizda. Ketdikmi? Yuring. Mana qurilish ketyapti. G'aybul aka, Labbay. bu yoqlarga qachondan boshlanadi beton quyish? Kotlovan ishlari nihoyasiga yetyapti. Ertaga beton quyamiz. Ha, yaxshi. Blogerlarni ham chaqirib qo'ydim. Internetlarga reklama qo'yamiz. Ha, yaxshi. Yaxshi. Xudo xolasa ertadan sotuv ham boshlanadi. Yaxshi. Zo'r-ku. O'zi shu yerda bo'lib, hamma narsani yetkazib turasiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Ha, kecha qaynotasi ham kelib ketgan edi. Qaynatam? Ha, qaynotasi. Nimaga ketdilar? Bilmadim. Xotiningiz bilan birga kelib ketishdi. Hamma yoqni ko'rib chiqishdi.
Ularni tanaganim uchun ozgina gaplashdim. Xotinim menga indamagandi. Balki esidan chiqqandir-da. Mayli, uyga borganda gaplashib qo'yarman. Mayli. Xullas shunaqa. Endi bu yo'lini bir ko'rib boqamiz. Nima shunda xayrlashib chiqib ketaverasizmi? Bularga men bas kela olmayman. Qizi juda ham yomon. Axir bolangiz-chi? U meni bolam. Men o'z farzandimdan voz kechmayman. Rustam akaga ham qoyil qolmadim. Indamasdan xayr deb qoldilar. Katta odam qiziga bas kela olmadilarmi? U qizini yo'qotishdan qo'rqdi. Men bo'lsa unga hech kim emasman. Begona. Nimaga unda uylandi? Voy Zulfiya opa, bola bilan qiynalasiz u. Uni katta qilish o'zi bo'ladimi? Qancha pul kerak bo'ladi? Bilaman. Lekin na iloj. Mayli. Rizqini Allohim beradi. Men uni oldirib tasha olmayman. Men o'z bolamni qotili bo'la olmayman. Hali mavridi kelsin. Nodir opaga ham gapiraman. Unga ham boqqan balo bordir. Tirik bo'lsak ko'ramiz hali. Yaxshi dam oldingizmi, oyijon? Yaxshi, o'zing Men yaxshimi? ishga ketdim. Ishga borib kelay. Xotining qani? Mazasi yo'q. Uxlayapti. Shunga Uni ishi nima bo'ldi? bugunchalik ishga bormay qo'ya qol dedim. Ozgina dam ol dedim. Ish ham o'yinchoq bo'lib ketdi sizlarga. Dadang ahmoq bo'lib oylik to'layapti. Ha, oyi, olsa necha pul olardi? Arzimagan oylik oladi-yu. Dadang ishlari yaxshi emas. Xabaring bor-a? Bor. Dom olarmish. Endi boshqa ilojimiz qolmadi. Chunki o'zim ham kompaniyadaman, hammasini ko'rib turibman. Borgan sari ishlar orqaga ketyapti. Negadir foydaga kirishdan ko'ra faqat zararga ketyapti. Kamroq meni dilimni og'ritinglar. Anu xotiniga bor yo'g'ini berib hech nimasiz qolib o'tiribdimi shunday yana? Nega bunaqa deysiz, oyi? Shunaqa bo'lishini bilardim. Oyi, dadam oilamiz uchun shuncha yil ishladilar. Hozir ham ishlab kelyaptilar. Agar dadamni biznesi yurmasa, siz ham hech narsa ola olmaysiz o'zingizga, boy xotin bo'lib. Oilamiz uchun ham? Ha? Qarang-a. Menga qara. Xotiningni o'zi qayerga og'riyapti? Boshi qattiq og'riyotgan ekan. Og'rimagan bizni boshimiz ekanda. Mayli, bor, ishga bor, o'zim qarayman. Xo'p, faqat iltimos qilaman. Bir kun hech bo'lmasa urush janjalsiz o'tiringlar, maylimi? Men ishga tinch borib kelay. Nimaga urushaman? Bor, ketaver. Yaxshi o'tiring. Yaxshi bor. Jangchimanmi? Nima bola urushmay o'tiringlar deydi. Tavba. Tavba.
Sevar, ana u ketdimi? Ketdi. Kim bilan? Ishxonangizdagi bitta xotin bilan chiqib ketdi. Oy, dab bo'lsin. Ana ko'rdingmi? Hammasi biz o'ylaganimizdan ham a'lo darajada amalga oshdi. Bir yo'la buyingdan ham, ana undan ham qutuldik. Lekin bekorga buvim o'tib ketdilar-da. Ularga rahmim kelyapti. Rahming kelmay qo'ya qolsin. Bilasanmi, jiyan, urush qurbonsiz bo'lmaydi. Rahming kelmasin. Merosga ega chiqmoqchimisan? Hech kimga rahming kelmasin. Ishqilib, dadam qiynalib qolmasinlar-da. Dadang tupa-tuzi. Baloyam urmaydi unga. Nozima? Tur, 10 bo'ldi soat. Boshim og'riyapti, birpas yotay. O'rnimdan tursam boshim aylanib ketyapti. Kecha tuppa-tuzuk yuruvding-ku? Nima bo'ldi birpasda? Kechasi bilan ko'nglim aynib qaytib chiqdim. Bahona ham tayyor-a birpasda. Bahona qilmagin. Homiladorlik bu kasallik emas, ko'rpa-to'sha qilib yotadigan. Holim yo'q, oyijon. Nima qilishim kerak? Bitta sen tug'yapsanmi? Hamma tug'adi. Biz ham tuqqanmiz. Bo'lmasam, o'g'lingiz uyimga borib qo'ysinlar, oyim qariydilar menga. Sen o'zing chiqaradigan qarorlaring ham zo'r-a? Hech qayerga ketmaysan. Yuz qo'lingni yuv, chiq. Qolib ketma. Tushunding-a? Bitta tug'ib beraman deb boshimga chiqib oladi. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Keldim. Imtihon javoblarim chiqdi oyijon. Yo'g'i. Darova? Ha. Och, ko'ramiz. Birga ochamiz. Yo, siz oching. Voy, menmi? Meni yuragim dash bermaydi. Hay yuragingdan seni. Voy. Necha ekan oyi? Voy, bilmadim. 8, 7, 8, 7. Rostdan? Ha? Yes, oyijon. Ha? Nima degani bu? Speaking 8, writing 7, listening 8 oyijon. Voy, yaxshi. Nima degani bu? Bu IELTS 8 degani oyijon. Voy, tushunmadim. Bu balim bilan chet el universitetlarida grantga kira olaman oyijon. Hatto o'quv markazlarida ham dars berishim mumkin. Oyijon, endi siz idishmaysiz. Men ham ofitsiantkalik qilmayman. Voy, oyijon, bilasizmi qancha o'qiganimni? O'ynaymiz. Chiqdingmi? Mana, choy qo'ydim. Issiq-issiq choy ichamiz. Keyin birga ovqat qilamiz. Oyijon, ovqat hidi yoqmayapti. Ayniqsa yog'ni hidi. Shirin ovqat yeyish yoqadimi? Yo'q, ovqat ham yemayman. Qulupnay bo'lganda yo'q demasdim. Tavba. Qaynonamga uni yegim kelyapti, buni yegim kelyapti degani uyalganman. Nimasi uyat buni? Olib bermasangiz o'g'lingizga aytaman, o'zlari olib keladilar yoki jo'natib beradilar. Nimadir yegim kelsa erimga zo'rg'a aytardim. O'ylardim cho'ntagida puli bormi, yo'qmi, olib kela olaydimi deb.
O'g'lingiz pullari yetarli-ku, olib keladilar. Unda Irina yasang bo'lardi. Ko'ryapsan-ku, o'z ishlari yurishmayapti. Ikki dona qulupni edi, bankrot bo'lishmas. Ishlari yaxshi emas, deyapman. Bu uyni ham sotib domga chiqib ketar ekanmiz. Xo'p, bo'pti. Bo'lmasam dadamga aytaman. O'zlari olib kelib beradilar. O'shanda aytgandilar, qizim nima kerak bo'lsa o'zimdan so'ra, beminnat olib kelib beraman degandilar. Rahmat. Tili ham ikki qaricha. Ha, oyi. Zo'r-ku. Uyim yoqdimi sizga? Judayam chiroyli ekan. Menga qara. Irina, mana shunaqa uylari ko'pmi? Ko'p, oyi, tiqilib yotibdi. Hatto sanog'ini o'zi ham bilmasa kerak. Hammasidan daromad kelib turadimi? Shunaqa. Ijarachilar qo'yib tashagan. Qani, keling o'tiring. Xo'p. Voy tavba. Tavug'i oltin tuxum qo'yarkan-da. Shunaqa desa ham bo'ladi. Tavba. Mana oyi, ko'rdingizmi? Bitta uyi meni nomimga o'tdi. Buni hatto sezmadi ham. Bu uyni borligi esida ham yo'q. Lekin shuncha davlati bo'lsa ham bitta uyni ham meni nomimga xatlab bergani yo'q. O'zi bermagandan keyin haqqimni amallab olishim kerak-ku, oyi. To'g'ri. Aldab olding-a, qizim, shunaqami? Shunaqa, oyi. Nima qilishim kerak edi? Indamay ketaverishim kerakmidi? Necha yillik mehnatim havoga uchib ketadimi? Men unga 2 o'g'ilni tug'ib berdim. Kamiga xizmatini qildim. Keyin esa meni hech vaqosiz haydadi. Alam qiladi-da, oyi. Keyin men nazokat bilan kelishdim. Erimni qolgan mol-mulki uniki. Bilganini qilsin. Menga o'zimga yarashasini olib bersa bo'ldi. Rostini aytsam, mana shu nazokating senga biror narsa berishiga hech ishonmagandim. Nahotki yaxshilik qilgan bo'lsa, qizim, hech ishongim kelmaydi. Hozircha kelishuvni amalga oshirdim. Demak, u yomon ayol emas. Menimcha, erkaklarni o'zi nazokatni yomon ayolga chiqarishgan. Avvaliga o'zlari boshini aylantirib, mol-mulkini berishadi. Keyin esa qaytarib olisholmaydi, oyi. Keyin esa nazokatni ayblashadi. Balkim o'sha ayol haqida fikrim o'zgaryapti. U shunchaki haqqini berib qo'yadigan ayol emas. U menga o'xshamaydi. Ha. Shunaqaga o'xshaydi. Lekin uying
Menga rosa yoqdi. Shunaqami? Yomon emas. Menga ham yoqdi. Zo'r. Buyursin qizim, buyursin. Rahmat. Shohid opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ustoz, meni tabriklasangiz bo'ladi. IELTS javoblarim chiqdi. Voy, buncha yaxshi. Tabriklayman. Rahmat. Necha ball olibsan? 8. Buncha zo'r. Eng yaxshi natija bu. Ha, to'g'risi men ham kutmagandim, ustoz. Zarina, to'g'risi men ham kutmagandim. Necha yildan beri o'qiganingiz zoyi ketmabdi-da. Ustoz, men endi o'zim orzu qilgan universitetga kira olamanmi? Ha, albatta. Sen natijang bilan hamma o'qishga kira olasan. Hatto o'qib turib ishlashing ham mumkin. Masalan, qayerda ishlasam bo'ladi, ustoz? Oyimga yordam bersam degan edim. O'quv markazida. Dastlab suportlikdan boshlaysan. Keyin o'qituvchilik qilasan. Maoshi ham yaxshi. Rostdan? Ha, shunday. Ustoz, biram yaxshisiz. Katta rahmat sizga. Xo'p. Xayr, ustoz. Mayli, yaxshi bor. Rahmat, ustoz. Mayli, xayr. Opa. Ha, Kevor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? O'zing yaxshi keldingmi? Rahmat. Kelin qani? Xonasida. Kirib ketgani bo'yicha hali ham chiqmadi. Tinchlikmi? Kasal bo'lib qoptimi? Homilador meni kelinim, homilador. Voy. Tabriklaymiz. Rahmat. Endi shuni bahona qilib, xonasidan chiqmaydi. Avoy opa, chiqmasa chiqmas. Bolasini iplab tug'ib bersa bo'ldi. Bitta shu tug'yaptimi? Ha? Kelib boq shuni yondan olasan, ha? Hozir ko'pchilik yoshlar homilador bo'la olmayapti. Ekologiya yaxshi emas. Bo'ldi. Asabimni buzib yonini ovurma. Opa, qo'ying. Shkelinizga yaxshi gapiring. Bir kun insof kirib qolar. Ish qilib insofga kirsin-da. Menga qara, zerikib ketdim. Yur, do'kon aylanib kelaylik. Zeriksiz do'kon aylanasiz. Biram mazza sizga. Nima, sen aylanmaysanmi? Qayerda aylanaman? Men kiyimim yo'qligidan majbur aylanaman. Zerikishdan emas. Ering pul bermaydi-ya, esimdan chiqib qopti. Meni erim pul beradi, lekin burnimdan chiqarib oladi. Burkam dunyoda deb shunga aytishadi. Alo. Alo. Farhod aka, yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Lekin bolangiz qorni ochibdi. Nima yegiz kelayotgan ekan bolamni? Qulpnay. Mabodo uyga buyurtma berib olmaysizmi? Qulupnaymi? Bo'ldi, hozir. Rahmat, mehribonim. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Ertaga nima aytsam ekan?
Endi bu uyda hamma meni ko'nglimga qarab yashaydi. Nima yegim kelsa o'shani olib berishadi. Rahmat bolajonim. Onangni ish qilishdan qutqarding. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dastlabki olib kelgandim. Bu nima o'zi? Qulpni. Mehribon o'g'lim xotinchasiga dastavka qilib yuboribdi. Xotinini o'ylabdi-yu, onasi esiga kelmabdi-da. Oyi, nima yeysiz? Sizga ham bu narsa qo'shib yuboraymi desa bir joyi kamayib qoladimi? Nozima? Nozima! Dastavkangiz kelibdi, chiqing. Alo, Assalomu alaykum, Afzal aka, yaxshimisiz? rahmat. Men Javohirman. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz Javohir? Yaxshi, rahmat. Yangi kompaniyada ish boshlabsiz deb eshitdim. Shunaqa. Sodiq Turg'unovich rahbaringiz bilan uchrashmoqchilar. Bugun kechga ofisga kela olasizlarmi? Yo'q, bugun menimcha vaqt yo'q. Ha, shuni boshqa safarga ko'chirsak bo'ladimi? Iloji bo'lsa, soat 7larga kelib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Sodiq Turg'unovich hamkorlik qilmoqchilar. Mayli. O'ylab ko'rib sizlarga xabar beraman. Rahmat aka. Xo'p. Bu meni loyiham-ku. Kim uni reklama qilyapti? Bular nahotki meni loyihamni o'g'irlashgan bo'lsa. Hozir ana bu chol yo'qligida mazza qilyapman. Hozir kelsa, o'tirishga ham bermaydi. Ha? Voy. Bu nima ahvol? Siz qayerdan paydo bo'ldingiz? Sobir To'laganovich? Men Sodiqman. Sodiq Turg'unovichman. Oltin o'raga juda tushib ketmang. Keyin chiqishga qiynalasiz. Mendan xavotir olmang. Men chiqib olaman. Shu gapingizga bir narsa esimga tushib qoldi. Uchrashuv tayyorla. Qani bir bularni ko'raylikchi. Ular mendan loyihani olib qo'ydimi? Demak, boshqa ishlarni ham qilishadi. तो आज की गेम में भाई बहुत ही मज़ेदार और मस्त गेम होने वाली है। तो इस वीडियो में भाई आपने पूरा देखना है और गेम प्ले को एंजॉय करना है भाई किस तरह हमने गेम किया और भी किया यानी सारी वीडियो को आपने लास्ट तक देखनी है और बहुत ही अच्छी गेम होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने भाई लास्ट तक नहीं देखा तो भाई ज़रूर देख लेना क्योंकि भाई उसमें बहुत ही अच्छी गेम प्ले हो चुकी है।
kill. Kill. Quadra kill. Dominating. Unstoppable! Rampage!
Victory!